Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, mana hozirda Ramazon oyi boshimizda soyabon ekan. Bu muborak va fazilatli oyni birinchi dahasi bo'lmish rahmat mavsumini boshimizdan o'tkazdirdik. Alhamdulillah, barchalarimizni tinchlik, tinch amonlik ila iymon, e'tiqod, ibodatlarda bardavom bo'lgan holatimizda ikkinchi daha bo'lmish mag'firat mavsumiga ham Allohning o'zi yetkazdi. Umid qilamizki, uchinchi daha bo'lmish jahannamdan ozod bo'lishlik mavsumiga ham o'zi bundan-da go'zal bir holatga yetkazib va nihoyat xirmon ko'tariladigan, qilingan mehnatlarning samarasi ko'rinadigan hayit kunlarida ham yanada go'zalroq kayfiyatda, holatda maqom martabaga erishgan holatimizda yetib bormoqlarimizni Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Bugun mag'firat dahasining birinchi kunlari yakunlanganligi tufayli ushbu daha to'g'risida bir ikki og'iz ma'lumot yetkazib qo'ymoqchiman. Zotan ushbu kunlar ham sanoqligina kunlar, xolos tezda o'tib ketadi. G'animat bilmasak, foydalanib qolmasak, keyingi afsus nadomatni umuman manfaati bo'lmaydi. Mag'firat dahasi nima? Mag'firat dahasi birinchi dahada Allohning rahmatiga loyiq va sazovor bo'lgan bandalarni Alloh endi bu dahada o'zining mag'firatiga oladi. Bu dahada mag'firatiga olgandan keyin uchinchi daha bo'lmish jahannamdan ozod qilishlik mavsumida o'sha bandalarini Alloh taolo jahannamdan ozod qiladi. Ya'ni jannatga kiradigan bandalarni ro'yxatiga qo'shadi. Biz hozir esa rahmat dahasini tugatib, mag'firat mavsumida dahasida turar ekanmiz. Nima ishlar qilishimiz kerak? Bu kunlarda Alloh taolo bandalarga qanday nazar ila qaraydi? Hammamiz albatta xatoyi kamchilikdan xoli emasmiz. O'zimizdan yetib ortadigan darajada gunoh ma'siyatlarimiz bor, xatolarimiz bor. Ana shularning hammasini Allohning mag'firatiga topshiradigan dahada turibmiz. Odatda insonning qilgan gunohi uni xotimasiga qarab turib xulosa qilinar ekan. Bunga misol barchalarimiz yod olgan oyati karimada A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbana zolamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sadaqallohul azim. Alloh taolo odam va momo havolarining tillaridan hikoya qilib aytadiki, Robbimiz, bizlar o'zimizga zulm qilib qo'ydik. Agar sen bizlarni mag'firat qilmasang, bizlarni rahmatingga olmasang, bizlar zarar ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz deydi. Odam alayhisolatu vasallam bilan momo nima uchun o'zing bizlarni mag'firat qilmasang, bizlarga rahm qilmasang, ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz dedilar. Chunki ikkovlari ham Allohning amriga itoat etmasdan Allohning qaytarig'ini amalga oshirib qo'yishgan edi. Alloh qaytargan ishni, ya'ni bala taqraba hadihi shajarata, bu daraxtga yaqinlashmanglar ikkovlaring desa Alloh taolo odam bilan momo havo o'sha daraxtga yaqinlashib, shaytonning vasvasasiga uchib, o'sha daraxtning mevasini yeb qo'ydilar. Va albatta xato sodir etildi. Undan keyin esa tezlik ila tavba qilib Allohga mana e'tirof etyaptilarki, ikkovlari ham biz o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik. Agar sen bizlarni mag'firat qilmasang, sen bizlarga rahm qilmasang, ahvolimiz chatoq. Zarar ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz. O'zingga tavba tazarru qilyapmiz, bizlarni kechirgin, istig'for aytyapmiz o'zingga deb yalinib yolvorib iltijolar qilishyapti. Alloh subhanahu va taolo ikkovlarini ham kechirdi. Gunohlaridan o'tdi va ularni yer yuziga tushirdi-da, ularni yashamoqligi uchun qarorgoh, barcha shart-sharoitlarni mavjud va muhayyo qilib berdi. Endi xuddi shuni muqobilada ikkinchi bir holat bor, voqea bor. U qaysi voqea? U shaytonni Alloh taoloning amriga bo'ysunmaganligi. Alloh iblisga aytdi, odamga sajda qilgin desa, iblis sajda qilmadi. Alloh taolo undan keyin so'rayapti: "Va ma mana'aka an yasjuda iz amartuk?" Men seni sajda qilishga buyurgan edim. Sajda qilmoqligingdan nima seni man etdi? Nima uchun sajda qilmading deb Alloh taolo shaytondan so'rasa, iblis nima deydi?
va qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin va khalaqtahu min tin. Men undan yaxshiman. Meni olovdan yaratgansan, uni esa loydan yaratgansan. Nima uchun men unga sajda qilishim kerak deyapti. Iblis ham Allohning bitta amriga bo'ysunmadi. Odam bilan Mamo Havo ham bitta amrga bo'ysunmadi. Bunda olib qarasa ikkovlarining holati bir xil. Lekin natija xulosa gunoh qilganligi tufayli Odam alayhisalom bilan Mamo Havo Allohning rahmatiga sazovor bo'lyaptilar. Mag'firatiga loyiq bo'lyaptilar tavba qilib. Iblis esa gunoh qilganligi tufayli kibru havoga berildi. Alloh nima uchun sajda qilmading deb sababini so'rasa, gunohini e'tirof etib tavba qildim yo Robbim, bilmay qoldim, meni kechir, mag'firat qil deyishdi o'rniga, sen meni undan ko'ra yaxshiroq qilib yaratib qo'ygansan-ku. Nimaga endi men loydan yaratilgan bir insonga sajda qilishim kerak? Bahona axtaryapti. Kibru havoning natijasida bahona axtardi. Alloh bilan go'yoki tortishyapti. Robbil alaminga e'tiroz bildiryapti. Alloh taolo nima qildi? Demak, buni o'zi tabiatida, iblisning tabiatida Allohga itoat etmaslik holati bor edi. Shu narsani iblisning o'zi ta'kidlab, quvvatlab ko'rsatib berdi, amalda ham va so'zda ham aytdiki, men undan afzalman dedi. Men unga sajda qilmayman dedi umuman. Alloh taolo nima qildi keyin? O'sha gunohkor iblisni la'natladi. Dargohidan toshbaron qilingan holda, man'un qilingan holda haydadi, yerga tushirdi. Mana azizlar, bizlarda ham xuddi shu ikkita holat bo'ladi. Baribir bandamiz, gunohimiz bor. Bilib bilmasdan bir xatoni sodir etamiz. Gunoh ma'siyatni amalga oshirib qo'yamiz. Undan keyin bizning tabiatimizda otamiz Odam alayhisolatu vassalomning xususiyatlari bo'lib, tezlikla tavba qilib, e'tirof etib gunohimizni Allohga yalinib yolvorsak, xosatan mana bundoq mag'firat dahasida Alloh taolo kechiradi. Allohning mag'firati cheksiz, Allohning rahmati hududsiz. Biz uni tasavvur qila olmaymiz. Bizdan sabab, amal, harakat bo'lish kerak xolos. Alloh esa mag'firatiga qabul qilaveradi. Ammo qaysidir insonning tabiatida shaytoniy xususiyat kuchaygan bo'lsa, u endi qilgan gunoh ma'siyatlarni e'tirof etishni o'rniga Alloh o'zi meni shunday qilib yaratgan bo'lsa nima qilay? Taqdirimda shu bo'lsa nima qilay? O'zi gunohkor qilib yaratib qo'ygan bo'lsa, meni aybdormanmi? Sharoit shundoq bo'ldi-da, qilmasam iloji yo'q edi. Xo'p, endi shu gunohni qilib qo'ysam, osmon uzib yerga tushdimi? Bir kun kelib insof bersa tavba qilarmiz va hokazo so'zlarni aytsa, Alloh taolo kechirmaydi. O'zi qilgani bir gunoh edi. Endi shu gunohidan tezlik bilan tavba qilib Allohga yalinib yolvorishni o'rniga bahona axtarishligi gunoh ustiga gunoh bo'ladi. Endi haqiqiy bir tavbaga o'tmasa Alloh taolo bunday gunohlarni kechirmaydi. Shuning uchun azizlar, biz ajoyib bir dahada turibmiz. Hamma gunohlarimizni Alloh taolo kechirib yuboraman deb va'da bergan dahada turibmiz. Agar buning har bir lahzasi, daqiqasi kunlaridan unumli foydalanib qolmasak, ertaga xuddi Odam alayhisolatu vassalom va Mamo Havo aytganlaridek hasrat va nadomatga qoluvchi, zarar ko'rguvchi bandalarga aylanib qolishimiz mumkin ekan. Bizlarning tabiatimizda loy bor, ya'ni bu kamtarlik, hokisorlik degani. Bizlarning tabiatimizda Odam alayhisolatu vassalom bilan Mamo Havoning qoni aylanib yuribdilar tomirlarimizda. Bizlar o'sha otamizdan va onamizdan o'rnak olaylik. Biz uchun begona bo'lgan iblisdan, shaytondan emas. Biz uchun dushman, aniq, ochiq, oydin dushman bo'lgan shaytondan emas. Azizlar, o'zi har qachon ham tavba qilsa Alloh taolo kechiradi. Ammo Ramazon oyida, mag'firat dahasida Allohning mag'firati to'siqsiz holda bo'ladi. Cheksiz holda bo'ladi. Allohning o'zining va'dalari bor. Biz ana shu va'dalarga iymon keltirgan holda astoydil tavba qilib qolaylik. Tavba qilgan insonda Alloh taolo hech qachon noumid qo'ymaydi, uni hech qachon qo'lini quruq qaytarmaydi.